我的小毛驴，小毛驴有个倔脾气，倔脾气，叫他往东不往东，叫他朝南的偏向西，叫他朝南的偏，他偏向西，哈哈，他偏向西。你说乖不乖，乖不乖？你说气不气，气不气？别看我的毛驴倔，我和他倒挺对脾气，我和他倒挺对脾气，倒挺对脾气，嘿嘿，倒挺对脾气。是谁？他的主人是谁？只问啦啦啦啦啦啦那是二零阿凡提，那是二零阿凡提，那是二零阿凡提。阿凡提，阿凡提，那是二零阿凡提。我讲呢。Bu yalan töşkadayla hemeyşe qayrızını vaqtida qaytarmagan. Selim bova. Hürmetlik efendi, neçe vaqtdan beri görünmeysiz, nege bardınız? Hürmetlik efendi. Hey, sormaylı qo'ying. Men haqiqat izlab bag'aydim. Haqiqatni sizlar yoshlar ep ketdinglar. Mening yonimda haqiqat yo'q deb meni qo'g'lab chiqadi. Qo'g'lab chiqadi. Qadrligim, siz bekadim berib kepsizda, keling o'ltiring, azroq choy ichish bekadim berib kepsizda, ha? Rahmat. Hürmetlik efendim, tönügün akşam men ihtiyatsızlıktan bir çaşkanı yutuvagan edim. Qarang, men qanda qilsam bo'la? Voyjon. Voyjon, voyay, qadrligim, jiddilashmang. Siz yana bir mushukni yutib olsangizlar, shal umidimi? Qandoq dedim? Hey, Yusuf! Bana 10 koy qaytar. Moydin, bir taqa açlığını qaytar da. Abdul, 200 koy. Seydin, 50 koy. Mehmet, 30 koyunu qaytar da. Qaytarınlar! Qaytarınlar!
qarang. O bozor kuni bo'lsa, qarz söylab keladi. Bu bir top bekatlatlarning hammasi meningdan qarz olib qaytarmaydi. Mahkamaga aytib, hammanglarni tutqizib o'tmaydigan bo'lsam. Efendi, siz petingankensiz, sizni cho'qim jazolaydi. Undaq bo'lmaydi. Men hozirla yendan keldim. Sizlarga o'xshash puli bola uchun oldirash jannat hisob etibdi. Ma'an qarashqimi cho'lisi yo'qkan. Undaq bo'lmaydi. O'lgur. Meningcha siz olvosini menga berib kelgansiz. To'g'ri. Deb beqinga. Olvosining taqdiri qandaqroq? Olvosdi? Hürmetli baybegim, ta'lingiz barkan. Bunun qarab baqsangizlar, olvostining taqi turqining qandaq bo'ladiganligini obdan bilib qolasiz. Bu yo'q. Bu ablah haqiqatan olvosining o'zi desa, O on ko'z bilan sizning pul qopchig'ingizni qarasa, sol ko'zi bilan sizning yanchig'ingizga qaraydi. biz kambag'allarning hammasini o kerak qiladi. Yo'q. O'xshash bir narsani o kerak qilmaydi. Nimani kerak qilmaydi? Yuzni. Yuzni? To'g'ri. Yuzni kerak qilmaydi. Sen yana qarz olamsan? Oldingi qitim mendan bir tal tuxum qarz ilib, uning hisobotini texicha qaytarmadim. Bo'ladi. Mundaqli hisoblagandimi? 1 2 3 4. Sen menga 50 kilo topshirishing kerak. Nima? Bir tuxum 10 qo'yning puli tang bo'lamda. Sen texi qimmat ko'rib otamsan. Yaxshi odam bo'lmoq nima degan tas? Sen o'zing hisoblab baq. Agar men u tuxumni sizlarga yeyish uchun bermagan bo'lsam, bu tuxum allaburun bir to'xuga aylanadi. To'xu yana tuxum tug'alaydi. 10 tuxum 10 to'xuga aylanadi. 10 to'xu yana tuxum tug'di. To'xu tuxum tug'di. To'xu yana tuxum tug'di. Tuxum to'xuga aylanadi. Tuxum to'xuga aylanadi. Voy, mening to'xuyim. Yaxshi-g'o, sen mening qozinimni chiqib o'tgan ekansan, undaqda sen menga 100 qo'y to'laysan. Yo'q, 200. Yo'q, 350 qo'y to'laysan. 100 temir qazanma unchalik pulga yaramaydi. Agar sen bilgan bo'lsang, bu yog'och qozon 10 kichik qozon tug'sa, agar uni chiqib o'tmagan bo'lsanglar, yo'q, uni o'ltirib o'tmagan bo'lsanglar, davomli ko'payib mengayveradi. 100 emas, hatto ko'payib 1000 ming bo'lib ketadi. Men hech nimani tushunmadim-ku. Sen tushunmaysan. Hammanglar mendan foyda elishini o'ylaysizlar. Men sizlarni qoziga arz qilaman. Bayxo'jam nima shishilib qapti? Pulni deb so'rab olay deb qapti. O o'lgur, yalan to'shqaday. Men bilan hisoblashish unchalik o'ng'ay emas. Nima degan mezlik to'g'ri? Aslida bu efendimkanda nima? Sizmi bu mezlik to'g'rining hidini obdan bir purib oldingizmi? Malla emas. Uning mezlik purig'ini purdi.
pırğan bolsunuz ondaqda pul tölen. Nime? Purğanğın pul tölemdim. İntayın toğra, hürmetlik efendim. Mezlik pıraq degen toğudun kegen, elbet pul töleysiz de. Pul. Nayet yaxşı. Anlığan siz? Anladınız mı? Anladım. Pulның avazı mening hamiyanımdan çıkan avaz. Ondaqda siz anlagan bolsanız, men pulni төлep bolgan bolaman. Bu acep, tizli beyip gidipdi o. Oğurlaganmıdı o, yoki bulganmıdı? Hürmetlik efendim, aziz qarindishim, bu yoqqa kelgan bo'lsangiz. Bayğucam, nime iş? Qarang, yurishtirishiniz nima degan salopatlik, boy bo'lib ketgan o'xshamamsiz, ha? Menimcha cho'qim boy bo'lib ketdingiz-ku deyman. Şundaq. Beyip ketdim, lekin köp emas. Ko'p emas. Andaqda ikki to'g'i setib ola olamsiz. İşki tögü degen nimeti? Qarab turing. Yana 2 kundan keyin tögülerim top bulup, hamyanım tillaga liq toladı. Hürmetlik efendi, mangmay turing. Andaqda siz o'zingizning qandaq beg'alligingizni menga deb bera olamsiz, ha? Deb bergan bo'lsangiz bo'pti-kan efendi. O'tinib qalay efendi, qandaq topganligingizni deb bergan bo'lsangiz. Buni deyishki bo'lmaydi. Savdo qilib topdingizmi? Savdo qilib qancha pul topqili bo'ladi? Emsa aldamchilik qilib pul tepibsiz-da. Amaldorlar aldamchilik qiladi. Emsa jazoni xo'rlik qilib tepibsiz-da bu pulni. Bundaq ishni sizdek ahmoqlar qiladi. Sen ajab qop yurak bo'lib ketsin. Voyjon! Voyjon! Voyey! Hey, bo'ldi, harama bo'ldi qil. Bugun kechda uyimizga mehmon kelmoqchi. Nima degan yo'g'on qulub bu? Lekin bu uyning kimi yo'q ekan. Bu efendim nima degan qiziqchi? Qo'rqgan. Pul haqiqatan oz emaskan. Bugun kirimim bek yaxshi bo'ldi. Kirim? Quruq sanduqdan faqat mushli qapti. O'sman aydi saqlag'ay. Bo'ldilar, baribir patmagandikin at yangi sanduqdan birini elib, shuningga qachlay. Buncha ko'p pulni u nerdan topgandi? Bu sanduq eng cho'ng, eng ig'ir ekan. Mushni olayli. Yaxshi oldi. Pulni mush yerda bo'lishayli qandaq. Hey, efendim, intayin yaxshi odam. Uning pulini o'g'irlig'im yo'q. Ish qilib, efendining pul topmoq oson. Anglashimcha uning sehri karomati bor ekan. Şuna o pulni osonla topadi ekan. Bo'ldi, to'la talashmanglar, tez bo'lishayli. To'g'ri, tez bo'lishayli.
Mening paltam itdik. Sanduqni men pacaqlay. Hey, mening kuchim bor. Men chaqay. Sanduqni solib ol. Cho'qmaqlu. Olvasdi. Olvasdi. Urayli. Hey! Oycan. Oy. Bugungi kirmem yaman emas. Anlayışımca onun sihri karameti varken Sehr keramet. Oycan. Oy. 100 tilla, 200 tilla, 300 tilla, 400 tilla, 600 tilla, cemi 3505 tilla ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Nima degan ko'p pul bu? O'lgur yovmushik. Hajab qo'rqitdi. Ata yo'lga chiqaman. Tezdan bu daraxtni kesib, sanduq yasay juma. Erdimen, buldu Erdimen. Erdimen efendim. Oycan. Voy, baybegimken bu. Nim boldunuz? Toyuqsizlar osmondan tushdingiz go. Siz nimeli degan bilan efendimda aql parasat kamolatga yetgan. Men haqiqatan bayonidan keldim. O menga nurg'unlagan maxfiyatliklarni debdi. Pul yalg'a aytmang. Siz bay daraxtning ustida turib, nimani angladingiz? Men hech nimani anglamadim. Men bayla daraxtning ustiga chiqishimga siz kelib. Men tex sizni haqiqatan mendan kelga o'xshaydi deb qoptiman. Amisi aytinga, daraxtimning ustida nima ish qilsiz? Mening bu tushimmi yoki xiyolimmi? O'zimni o'qmayman. Qarsam sizning daraxtingizning ustiga chiqib qoptiman efendi. Shunga men. Yo'qot. Oycan. Bu yalan to'shqaday. Mushunchalar ko'p pulni nadinmi topgandi? Atkeşte, usul olaman. Bir, 2, 3, 4, 5 tilla. Evet, akşam usul alıp iken. Bu rasmıdı ya ki... Cemi 45 tilla. Bu qitim siz nurg'un usul aldınız. Evet, qorong'u tushdim burun. Bunu cho'qim yaxshi bir yer ko'mib qo'yayli. Shunda qilayli. On tilla, 20 tilla, 30 tilla, 40 tilla, 50 tilla. Hürmetlik efendi. Kiriminiz yaman emas-ku. Yo'q, u kirim emas. Menden yoshirmisingizmi bo'ladi? Bir tilla terisingiz 10 tilla önüp chiqadi. Shundaqmi? Shh. Ovozingizni chiqarmang. Oltinni tagili bo'ladi ekanda. Bu ne?
Men oxunumga sizning shariat qonunlariga xilof qilib sehri karomat ishlatganligingizni aytib qo'yman. Unda qamang. Oltunni rastla terig'li bo'ladi. Rast. Siz menga bugun yambudan birini terib, ati 10 yambu qilib berasiz. Aram bir yambuma. Bek ozkan-ku. Efendim, siz oldi bilan bu yambuni terib sinab beqing. Qani buni ilang, sinab beqing. Bayg'ujam. Birisi 10 bo'ldi. To'g'ridu? To'g'ri. Hargizmi xato emas. Efendim, hürmetlik efendim, mening so'zimga quloq siling. Siz oltin tilla terishni obdan bilasiz. Mening terishga bo'ladigan nurg'un oltin tillalarim bor. Agar ikkimiz hamkorlashsak, Molosul ag'andan keyin 2 8 nisbatan bo'yicha bo'lishaylik. Qanday? Nima? Bo'lmaydi. Men qilmayman. İşte yetti bo'lsin. Aldırmang efendim. 4'te 6 bo'lsin. Qanday? 4'te 6 bo'lamdi. Tang yerimdan bo'lishimiz. Efendim. To'xtang. Tang bo'lishsak, bo'pti, bo'lishaylik. Hürmetlik efendi, siz beni aldamaydigansınız ha? Xeyr, xoş. Efendi, to'xtab turing. Biz yaxshiroq maslahatlashaylik. Qumni aqtirib oltin terimiz, oltinni terib qumni aqtiramiz. Aqtiramiz. Ata yerimgacha bo'lganda bir qitim o'qib bo'lgandan keyin yig'ib olsaq bo'ladi. Amsa gap sizdila qoldi. Qum, oltin, yaq, oltin, qum, yaq, qum, yambu, qum, yaq, oltin, yambu, yaq, oltin, qum. Men yambu tasam, ata 10 ming bo'ladi. O'ginlikki bo'lsa 100 ming bo'ladi. Onun atisi 1 million bo'ladi. Onun atisi 10 million bo'ladi. Men dunyodagi eng boy odamga aylanaman.我和小毛驴，头情又何意？我骑它到处管闲事，它托我转热土皇帝，吼吼，转热土皇帝。
Salam. Kiyimlerinin hemmisini bana setip verin. Burada doppularının hemmisini bana setip verin. Elim. Köpçeler, kalaymakan toydu olmanla. Bularının hemmisi baydan sizler takatkan uçurda gitti. Elanlar, elanlar. İlallah, ilallah. Dünyadaki baylıklarının hemmisi benim oldu. İlallah. Yok, bo'lmaydi. Efendimdege yalan to'shqaday, texi men bilan tang bo'lishmoqchimikan? Uxlab tushi. Men balduroq berib, yombolarni qaytirib akilay. To'xta. Yeniklik qilmay. Men texi afsun o'qimadim. Qum, oltin, 5 oltin yambo, yo'q, 5 oltin yambo, bir xalta qum. To'g'ri, qumda 5 oltin yambo bor. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, la, 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 lie, lie, lie. Vay vay, bu nimbog'ini hurmatli baybegim. Jambo yiqilib keladigan odam, menga nimishqa xabar qilmaysiz? Ha? Bu qarang efendim. Bu işlar sel joyida emasdek qiladi. Nima? Ha? 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 Nim qildingiz? Jambolarni nega yopadingiz? Ha? Men tek sizdan so'ray deb turatdim. Siz jambolarning hammasini o'zingizdan qilib olmoqchimi? Nima? Men o'zimdan qilyaptim, ammo hammasi sizning afsoslaringizning qog' kelmaganligining sababi. Mening afsonim qog' kelmadimi? Qanday o'qidingiz? Ha? Men qanday o'qitdim? Sizning o'qig'ingiz bo'yicha o'qidim shu. To'g'ri o'qimabsiz. Yana bir qitim o'qib beqing. Anglab boqay. O'qsam o'qidim. Bir xalta qom, o'raqi yo'q oltin, bir xalta qom. Meni saqlamay o'qibsiz. Mushta o'qisangiz bo'lamdi zodi. Ayting-a. Qilgan ishini. Mushta o'qisangiz bo'lamdi zodi. Butunlay xato o'qibsiz. Mening yombollarimning yerimi yo'q bo'pti. Hey! Ha? Efendim, ondaqda men sizdan o'tinib qolay, to'g'risini yana bir qitim o'qib bergan bo'lsangiz. Nima o'qitdim?
Bu degan chaqchaq qiladigan ish emas. Siz bir qitim xato o'qigandan keyin ochiq kelib, yombolarni yig'ibdi.